Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun o'sha mashhur kiyikni oldidamiz va bugun obunachilar tomonidan berilgan takliflarga binoan Yakkabog'da tashkil etiladigan faqat yakshanba kuni obedgacha bo'ladigan bir zumlik bozorga kiramiz va u yerdagi holatni sizlarga tanishtirib o'taman. Marhamat. Mana kecha bitta bloger akamiz bayroqni yangilab ketganida o'zini eski bayrog'i yaroq solga ketib qolgani uchun bu eski Yakkabog' shahri ko'rib turganingiz bu madrasa va kecha kommentlarda bir kishi Yakkabog'da bir zumlik bozor tashkil bo'ladi, shuni ham obzor qiling degandi. Va hamma menga Sarchashmani obzor qiling, Sarchashmani ko'rsating derdi. Mana o'sha joy. Lekin ichkarisiga kira olmaymiz. Uzr. Bu bozorga ko'pincha dehqonlarning o'zlari, haqiqiy dehqonlar keladi, obsotorlar kamroq bo'ladi. Ya'ni shu o'zimizda mahalliy aholimiz tomonidan yetishtirilgan sut, qatiq, chakki, ko'chatlar, meva-chevalar, sabzavotlar shu bozorga olib chiqilib, faqat yakshanba kuni ertalabdan obedgacha davom etadi. O'zimiz kelamiz deylar. Bu yerda haqiqiy dehqonlarligiga yana bitta isbot ko'rsataman. Qaranglar. Mana bu yoqda uzun tayyor rastalar bo'sh turib, hamma ko'chada yo'lakda yoyib olingan. Bu haqiqiy jaydari o'zimizning dehqonlarimiz. Sizga yomon chiqsa Mana bu bozorimiz Kiyikning shunday o'ng tarafiga joylashgan. 20 alik qilamiz. Hamma taniydigan, so'raydigan Sarchashma. Va yana o'ng tarafda madrasa. O'rtada katta yo'l. Bozorga kirmasdan yon tarafiga o'tsangiz ko'chatchilar. Barcha mevali ko'chat turlari bor ekan.